Assalomu alaykum. Hammaga xayrli tong. Bugun 3-dekabr, haftaning chorshanba kuni. Xudo xolasa bugun yangiliklarimizni chiqarishda davom ettiramiz. Yangi yil yaqinligini munosabati bilan qo'rg'ov kiyimlar chiqqan, obzorini qilishda davom ettiramiz. Narx-navolarni bilamiz. Opa, bu qo'rg'ov kiyimlar necha pul? 24 ga 22. 24, 22 ming. Shapkasi alohidalik. Shapkasi ham bor ichida. Shapkasi ham ichida. Shapkasi ham ichida. Menikini ham sotib turing. Bu bular necha pul? 21 mingdan. 21 ming so'mdan. Qo'rg'ov kiyimlar, kapushonkali, chinachos. Bu qo'rg'ov kiyimlar necha pul opa? 21 ming. 21 ming so'mdan. O'g'il bolaga, qiz bolaga bor. Qo'rg'ov kiyimning boshqacha turlaridan ham bor ekan, betlarda mana hozir bularni ham narx-navolarni bilamiz. Aka, bu qo'rg'ov kiyimlar necha pul? 35 ming beryapti. 35 ming. Bunisi-chi aka? Bunisi ham 35 ming so'm. Bunisi ham 35 ming so'm, ha? Yil o'tgandan keyin sirazi 14-yanvar keladi. Voyenniy formalar ham chiqqan. Bu qizlarga yubkaliklari ham bor ekan. Bu voyenniy kiyimlar 45 ming so'mdan ekan. Qizlarniki ham shunaqa ekan. Bog'cha yoshdan maktab yoshgacha. Bular hammasi maktab yoshgacha. Bu bozorda o'zim ham savdo qilaman. Bu o'zimning ishlarim. Bular troykalar 25 ming so'mdan, bular 18 ming so'mdan, aksiyada 15 ming so'mdan qo'yib o'rganman bularda. Mana Miyu, mana o'g'il bola yurakchalar bular 22 ming so'mdan optimga 2 yoshgacha tushadi hammasi. Bu bozor faqat detskiymi deganlar uchun mana kattalarda ko'ylaklari ham bor, kattalar kiyimlari hammasidan bor. Bu alolar 60 ming so'm ekan pachkaga, bulari 70 ming so'm ekan. Xalatlar mana ichi nachosli bu xalatlarda. Bu old zamogliklari 75 ming so'mdan ekan. Hojat qilaverasizlar, xudo xolasa chiqarib beraveramiz.